Ayrim tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Kalon masjidi aslida 12-asrda bunyod etilgan eski masjid o'rniga qurilgan bo'lib, 15-asrda kengaytirilib hozirgi holiga kelgan. Biroq boshqa bir tarixiy manbalarda Kalon masjidining poydevori 7-asrda qo'yilgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Masjidi Kalon to'g'ri to'rtburchak shaklidagi hovliga ega bo'lgan ochiq masjidlar turiga kiradi. Asosiy binoning g'arbiy devorida naqshindor mehrob, o'ymakor baland peshtoq va ichki gumbazi bor. Gumbaz tepasidagi baland naqshindor tashqi gumbaz o'z davrida shahardagi barcha binolardan baland bo'lib, masjidga o'zgacha salobat va ko'rk bag'ishlab turgan. Masjid mehrobiga 15-asrda bobo Kalonimiz Amir Temur farmoyishi bilan uning maxsus xattoti Boyazid Puroniy tomonidan sayqal berilgan va tilla suvi bilan Qur'on oyatlari bitilgan. Buxoroning amiri Shayboniylar sulolasi vakili Amir Ubaydullohxon davrida qurilgan. Undan oldin masjidimiz paxsadan va paxsalik davridan oldin yog'ochdan masjid qurilgan. Qoraxoniylar davrida yog'och masjid yonib ketadi, oldidagi yog'och minora ham yonib ketadi. Masjidga 7 ta eshik orqali kirilgan. Asosiy kirish darvozasi nihoyatda baland va hashamdordir. Darvozadan kirilgach, pillapoyalardan tushish orqali masjid hovlisiga o'tiladi. Kirish darvozasi va ichida keng ayvonlari mavjud. Juma va hayit namozlarini namozxonlar hovli va ayvon ostidagi galereyalarda o'qishadi. Orqamizda turgan inshoot bu Shahidon deb ataladi. Bunda demak juda ham ko'p afsonalar bor. Afsonalarning biriga qaraganda, demak Chingizxon bosib kelgan paytda masjid odamlar bilan to'la bo'ladi hamda mana shu yerda namozxonlarni hamda masjid imomini Chingizxon qilichdan o'tkazadi va o'shalar mana shu yerda qabr qazilib ko'milgandan keyin mana shu insonlar sharafiga Shahidon deb nomlangan mana shunday demak inshoot quriladi. Masjidi Kalon dovrug'i barcha zamonlarda ham yuqori bo'lgan. U oddiy masjidgina bo'lib qolmay, madrasa vazifasini ham o'tagan. Unda o'z davrining mashhur kishilari diniy va dunyoviy bilimlardan saboq olganlar. Buxoroning betakror obidalari majmuasiga kiruvchi Poyi Kalon ansamblini Masjidi Kalonsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ko'hna zaminga qadam yetgan borki, tarix silsilasining betakror mo'jizasidan hayratlanmay keta olmaydi.